Shahboz, xush kelibsan Toshkentga. Hushingni yig'ishtirib, bir hushingdan ketkizib qo'yaman hozir. Seni deb Rossiyadan qoldim, Shiranlar ketdi. Toshkentda Yandex yaxshi bo'ladimi? Zo'r bo'ladi. Qishloqdan 25 kishini ham Toshkentga Yandexga o'rgatgan men-u. Toshkentga nimada kelganman men? Matizda. Hozir nima? Malibu senikimi? Men Cobaltda keldim, taxo-paxo o'kisa kerak. Razi kuniga 1 milliondan ishlaysan. Faqat bitta ikkita sekreti bor. Mana ko'proq ruslar chiqadi-yu. Здравствуйте deysan. Zgramaste. Shuni bilmaganim uchun Rossiyadan qoldim. Bitta so'z deb bilolmaysanmi? Привет. Ikkinchisi ko'proq pul beradi-yu. Dachi, voy hayda ekan, jinnini yoqib tursang, olmasdan tushib ketadi. Eng asosiy fishka qatga ketgan aka deb Toshkentga gapirsang, sirada 50 ming bor. Qani? Aka qayerga ekan? 10 ming ham bermaydi shunaqa yangi. Ha, o'rganaman-da. Qo'y yuklab olganmisan? Qo'y emas, pochta, qishloqdan berib yubordi. Qo'yingni topshirda, mo'yka qilib, chiroyli qilib ishga chiqqan, tushundingmi? Qo'yni hidi kelib yurmasin, molga o'xshab. Bo'ldi, telefon qilaman. Bo'ldi. Davay, ishga chiq, ishga chiq. Здрасте. Здравствуйте, учитель. Yaxshi maktabga borganman. Pashol. Mana. Ketmaysizmi, rozi bo'l? 80 mingga rozi bo'lib ketib yubormayman-ku. Qanchaga rozi bo'lasiz? Voy, qiz bolani qo'li ham shunaqa qattiq bo'ladimi? Oxirgi gapni bekor gapirdim-da. Yandexmi? Ha? Tushing, yuklar bor, yuklaymiz. Sumka bormi? Yuklaymi sumka bo'lsa? Aka, qani sumkalar? Qanaqa sumka? Mana bu g'ishtlarni buni olib tashlab kelamiz. Taxtalar bor. Xullas, uchastkani ko'chiramiz. To'xtab turing, sizdan ham tayoq yemay 1 minut. Alo, Nodir. Bittasidan tayoq yedim, bittasi g'isht toshtiryapti, Rossiyadagi ishlarni qildiryapti-ku. Yandexchilar shunaqa ishlar qiladimi Toshkentda? Voy, belim. Onangni mer kim o'yin qilyapti? Bu senga madikarmi? Yandexchi bo'lsa ustami, ha? Bitta Yandexchilarga sakragin, big'illataman. Ko'tar g'ishingni, ko'tar. Uchastkanga ko'tar. Onangni mer. Sizlarda ham birinchi kun qiyin bo'lganmi Yandexchilar?